Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun 13-mart 2026-yil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida Gazoblok seximizdan Gazoblok kanallarimizga video joylayapmiz. Qadrli yurtdoshlar, hammalarga Ramazon oyini mag'firat dahilari kirib keldi. Shu qutlug' bo'lsin. Inshaalloh nargi Ramazonlargacha barchamizni yetkazish Alloh nasib qilsin. Qadrli yurtdoshlar, anamiz Yasin 550 markada quyilayotgan tayyor gazobloklarimiz bu yoqda mana tayyor gazobloklarimiz bor. Bu yoqda Andijon viloyati Buloqboshi tumaniga mana yuklayapmiz. Xudo xohlasa, kim gazoblok kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Gazobloklarimizni razmerlari 20 ga 30-60, burchoqlari juda bir ajoyib. Zo'r holatda. Vazniga keladigan bo'lsak, vazni hozirgi kunda 80% qurigan holatda 22 kiloga kelyapti. Vazni burchoqlari juda ajoyib, ko'rkam holatda gazobloklar. Bemalol kimga gazoblok kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Gazobloklarimiz mana sho'rlamaydi, yomg'irlarda turdi mana shu qor yomg'irlarda 2 kun oldingi qor yomg'ir sovuqlarda turdi, sho'rlamadi. Xudo xolasa bundan buyon ham sho'rlamaydi. Yasin ishlatishimizdan maqsad shu gazobloklarimizni sho'rlatmaslik. Yasin sement qishda sho'rlamaydi. Shuning uchun Yasin ishlatamiz. Kim qurayotgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Qadrli yurtdoshlar, gazobloklarimiz bor. Juda bir ko'rkam holatda yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.